Do'stlar, harakatda davom etamiz deydi-yu. Mana bugun 27-iyulda Xoliq xususiy klinikasida shivali amaliyotimiz bor. Hop, bu amaliyot qizildo'ngach diafragma gibijasi. Bu amaliyot o'zi murakkab hisoblanadi, lekin murakkab bo'lishiga qaramasdan Xoliq xususiy klinikasida shu amaliyotni bajarish uchun sharoit yaratilgan. Hozir shu amaliyotni bajaramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Hozir yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Tuzukmisiz? Biz sizni mana operatsiya qilamiz deb viloyatdan keldik-da. Ismim Hoji Akbar. Shu operatsiyani qilamizmi? Rozimisiz? Roziman uchun chiqdim-da. Bo'ldi, ha, sog' bo'ling. Bo'pti. Duo qilib bering bo'lmasa, boshlaylik o'sha ishni. Amin. Hamma xato sizga ham shifosini bersin. Allohu akbar. Bo'ldi. Operatsiyonimiz tayyor, mana apparatlarimiz. Endi hozir bemorni olib kelamiz, amaliyotni boshlaymiz.